Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar, sog' salomat. Mana yana bitta aristonimizni tozalashga keldik. Bu 1 yili 4 oy bo'libdi qo'yilganiga. Tozalaymiz buni. Plombali ham ko'chmagan. Dush. Tarafi tualet bor. Yomizimiz qilib bergandik. Hozir endi buni tozalaymiz. Bu xonadonda ikkita ariston bor. Bittasi narigi chekkada. Bunisini qilib o'rayman, narigisini ham ko'rsataman. Xudo xohlasa. Mana sizlar ochdik. Qo'lim bosib ancha kengayib qoladi. Faqat sug'urib olish qiyin bo'ladi. Birinchi bo'lib ehtiyotkorlik bilan mana shu yerlarni sekin-sekin ko'chirib olsalaring, keyin bunaqa chiqadi. Bo'lmasa tossalaring sindirib, yomonini sindirib qo'yishlari ham mumkin. Qiyshaytirib. Ehtiyotkorlik bilan olsalaring, yana qayta o'zini tozalab qo'ysangiz ishlayveradi. Hozir olaman, yana ko'rsatamiz. Uni tozalab bo'ldik. Chiroyli qilib yarim paqir musor chiqdi. Mana bu anoti. Ba'zilariki yo'q bo'lib ketishi mumkin, ba'zilariki maydan sinib ketishi mumkin. Bo'lsa bitta anotdan olib kelib qo'yasizlar, uni joyiga tushadi o'zi, rezasiga. Misol yaxshi bo'lsa o'zini qo'ysalaring ham bo'ladi. Mana yana biror 6 oy yana ishlab berishi mumkin. Mana chiroyli qilib tozalab, endi yana yig'amiz. Mana anotini yankilab qo'ydik. O'zini anoti mana shunaqa bo'ladi. Bu anot ikki xil aristonga tushadi. Royal bilan Shivakiga. Ariston kompaniyasiniki mana hozir ko'rsataman. Uni joyi sal kichkina bo'ladi. Bu 6ligi bo'lsa, bu 5lik bo'ladi. Reza shagi bir xil, faqat sal kichkina bo'ladi. Shunda farqi bor xolos. Keyin mana anoti ham sal ingichkaroq bo'ladi. Buniki. Shu. Endi uni teryapmiz joyiga. O'xshatib chiroyli qo'yib beramiz.